Anlayotganinglar Muhammed Aleyhisselam'ның tercüme hali namlı eser. 159. bab Resulullah'ның üç ilişki qadir turuqluq keçirim qilishi. Peygamber Aleyhisselam Kabe'nin içine girip tekbir etti. Ondan makamı İbrahim'e verip namaz okuğandan keyin abi Zemzem'den içti ve mescitte oturdu. Kişiler Peygamber Aleyhisselam'ның etrafına yığılıp onun özüge eziyetlerini yetkizgen, özünü yurtidan haydap çıkargan ve özü bilen uruşkan Quraysh müşriklerini qandaq qiladiganligiga ko'z tikib turishgan edi. Bu chaqda Peygamber Aleyhisselam'ның shundoq go'zal axloqi ko'rildiki, buningdan musulmon kishining birovga bo'lgan muhabbati yoki nafrati o'z maqsadi uchun emas, Allah üçün bo'lishi lozimligini o'rganish kerak ekanligi nihoyat ro'shan ifodalandi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Quraysh jamoasi, meni sizlarni qanday qiladi deb o'ylayapsizlar?" dedi. Ular: "Sen bo'lsang mard qarindishimizning o'g'li, mard qarindishimiz, bizga yaxshilik qiladi deb o'ylaymiz" dedi. Peygamber Aleyhisselam onlarga "Biringlar, hammanglar azat" devetti. İmam Buseyri'ye Allah rahmet kılsın ki onun Peygamber Aleyhisselam hakkında yazgan Hamziye kasidesi de mundak misralar var. Muhabbet nefreti Allah yolunda bolsa insanның. Onun aldıda okşaştır hüküm kılgandı yat ve tukkan. Üçüp ketmez idi maqtalsa peygamber bulup mağrur. Bulup ketmeydi hem xapa eğer tillasa bir nadan. Eğer şahsi üçün öç alsa. Ana zulmü kılganlar cazağı tartılattı. Tökületti beguna köp kan. Cemi işlerde Allah'ın rızasını tutup gözde. Vapa kılsın, capa kılsın, adaletini şu arkılgan. Yarılgaç əslide Ali Cenab yüksek faziletlik. İdi her bir işi yaxşı, çiraylık kılcı yok noksan. Ondan Peygamber Aleyhisselam nutuk sözlep, İslam dininin bir munca meselelerini bayan kıldı. Cümleden mundak dedi. Kafirinin bedelige Müslüman öldürülmeydi. Dini okşamagan kişiler bir-biriga mirasxo'r bo'lmaydi. Har qanday kishi otasining yoki onasining hamshirisini ilishqi bo'lmaydi. Da'vogar fakit ko'rsatadi. Javobgarga qasam keladi. Ayol kishi mahramsiz 3 kunlik safarga chiqishga bo'lmaydi. Bomdoddan keyin kun chiqquncha, asr namozidan keyin kun patguncha namoz o'qishga bo'lmaydi. Qurban hayit, ro'za hayit kunlari ro'za tutishga bo'lmaydi. Ondan mundaq dedi. Ey Quraysh jamoasi, Allah sizlardan jahiliyat vaqtidagi g'ururni ketkizdi. Atalar bilan faxrlanishni tugatdi. Sizlar hammanglar odam bolalari. Odam tuproqdan yaratildi. Ondan bu oyatni o'qidi. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan odam bilan Havvodan iborat bir bir ayoldan yarattık. Özara tunuşuşanlar üçün sizlerine nurgun millet ve uruq kıldık. Hakikaten en takvadır bolğanlarınlar Allah'ın dargahida en hürmetlik hesaplanısılar. Allah hakikaten hemmini bilgüçüdür. Hemmidin haberdardır. Sure Hucurat 13. ayet. Ondan kişiler Müslüman bulup Peygamber Aleyhisselam'a beyat kılışqa başladı. Muaviye İbni Abi Sübyan ve Ebu Bekir Sıddık'ın atısı Ebu Kuhaf'ı şu günü Müslüman buldu. Onun Müslüman bulğanlıqıdan Peygamber Aleyhisselam nahayet hoşal buldu. Peygamber Aleyhisselam beyat üçün kelgen bir adamның qorqup titrep durğanlığını görüp, "Qorqma, men padişah emas, qaqlanğan göç yeydigan bir Quraysh xotununun balısıman" dedi. Peygamber Aleyhisselam ölümge buyurgan kişilerge kang zemin tarlıq kıldı.
ularning ba'zilari haqliq ravishda o'ldirildi. Ba'zilari Allohning iltifotiga erishib musulmon bo'ldi. Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarhi bo'lsa, Emildash qarindoshi Osman ibn Affonga iltijo qilib, Payg'ambar alayhisalomdan omonlik tilab berishni so'radi. Mekkada tinchlik o'rnatilganga qadar Osman uni yanada yoshirin saqladi. Ondan uni Payg'ambar alayhisalomning huzuriga boshlab berib, "Ey Rasululloh, uningga omonlik berdim. Sen uning bay'atini qabul qilgin", dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga bir qancha qatim ta'tir qarab olgan bo'lsa-mu, oxiri uning bay'atini qabul qildi. Osman bilan Abdullah chiqib ketgandan keyin Payg'ambar alayhisalom sahobalariga "Baya biranglarni Abdullahning kallasini olsin deb uningga ta'tir qarab olgan edim", dedi. Sahobalar "Bizga ishorat qilib qo'ysang bo'lmasmidi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom "Payg'ambar degan ko'z xiyonati qilsa bo'lmaydi", dedi. Ikrima ibn Abu Jahl bo'lsa, Makka fath qilinganda qochib ketgan edi. Uning xotini Ummu Hakim tag'isi Haris ibn Hishamning qizi bo'lib, bu xotin Makkaning fath qilishidan ilgari musulmon bo'lgan edi. Ummu Hakim Payg'ambar alayhisalomdan eri uchun omonlik edib, uni qaytarib kelishga borsa, eri kiyimiga chiqay deb turgan ekan. Xotini uningga "Men eng yaxshi odam Payg'ambar alayhisalomdan sana omonlik olib keldim. O'zingni halok qilmay, men bilan qaytqin", dedi. Shuning bilan Ikrima qaytib keldi. Payg'ambar alayhisalom uni ko'rib xushalliqdan o'rnidan sakrab turib, "Bizga hijrat qilib musulmon bo'lib kelgan odamni qarshi olamiz", dedi. Ikrima musulmon bo'ldi. Burunqi dushmanligi uchun Payg'ambar alayhisalomdan o'ziga istig'for aytishni so'radi. Payg'ambar alayhisalom uning uchun istig'for aytdi. Ikrima shuningdan keyin islom uchun jon ko'ydiradigan yaxshi musulmonlardan bo'lib qoldi. Hubar ibn Aswad bo'lsa, qochib berib yoshirinib olgan edi. U Rasulullohning Ji'ranadagi vaqtida musulmon bo'lib kelib, "Ey Rasululloh, men Ironga qochib ketmoqchi bo'lgan edim. Lekin sening seyli rahmingni, o'zingni ranjitganlarni kechirim qiladiganligingni eslab qaytib keldim. Biz butparast edik. Alloh bizni sen orqali hidoyat qildi. Halokatdan qutqizdi. Kengchilik qilsang", dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga "Seni kechirdim", dedi. Haris ibn Hisham bilan Zuhayr ibn Abu Umayyalani Abu Talibning qizi Ummu Hani himoyasiga olgan edi. Payg'ambar alayhisalom bilan uchrashganda Payg'ambar alayhisalom uningga "Seni hidoyat qilgan Allohga shukr. Sendek odam islomning haqiqatini tushunmay qolmaydi", dedi. Shuningdan keyin Haris ibn Hisham oldingi qatordagi sahobalardan bo'lib qoldi. Safvan ibn Umayya yoshirinib olgan va o'zini dengizga tashlamoqchi bo'lgan edi. Uning tog'asining o'g'li Umayr ibn Vahbi Payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, Safvan o'z qavmining boshlig'i. U qochib o'zini dengizga tashlamoqchi bo'lyotdi. Sen hamma odamga omonlik berding. Uningga omonlik bersang", dedi. Payg'ambar alayhisalom "Tog'angning o'g'liga berib aytqin. Uningga omonlik berdim", dedi. Umar "Buning uchun bir belgi bersang", dedi. Payg'ambar alayhisalom sallasini berdi. Umar sallini ilib Safvonga berib, "Ota-onam fidoying bo'lsinki, men eng afzal, eng g'amxo'r, eng muloyim, eng yaxshi Payg'ambar alayhisalomning qishidan keldim. O sening tog'angning o'g'li bo'ladi. Uning izzati sening izzating. Uning sharifi sening sharifing. Uning hokimiyati sening hokimiyatingdir", dedi. Safvan "Uningdan qo'rqaman", dedi. Umar "Payg'ambar alayhisalom bek muloyim va bek keng qo'rsoq odam", deb omonlikning belgisi bo'lgan sallani ko'rsatdi.
Safvan Peygamber Aleyhisselam'ın qishig'i kelib, Umeyr manga seni amallik berdi deydi o, deb so'radi. Peygamber Aleyhisselam Ras shundaq deb javob berdi. Safvan undaq bo'lsa, manga 2 oylik o'ylashib olish fursati bersang, dedi. Peygamber Aleyhisselam 4 oylik o'ylashib olish fursati beray, dedi. Safvan 4 oydan keyin islom dinini qabul qilib, sodiq musulmon bo'ldi. Utbaning qizi Hindamu yushrinib olgan edi. Umi keyin kelib musulmon bo'ldi. Peygamber Aleyhisselam onu qarshi oldi. O Peygamber Aleyhisselamga: "Ey Rasulullah, burun men yer yüzideki xalqlar ishida sening xalqingning mag'lub bo'lishini to'liq arzu qilatdim. Endi sening xalqingning g'alaba qilishini nihoyat xohlaydigan bo'ldim", dedi. 160-bob Ka'b ibn Zuhayrning kelishi. Ka'b ibn Zuhayr nihoyat qisildi va hech himoyachi topolmadi. Şunun bilan o Peygamber Aleyhisselam Mekke'den qaytib kelgandan keyin Madinaga kelib musulmon bo'ldi va Peygamber Aleyhisselamning huzurida Qasida Burda deb atalgan mashhur qasidani o'qidi. Tövendeki misralar şu qasidaning bir qismi. Deydi ümit bağlab kelgen dostlarım, qilolmaymiz sana yordam shafaat. Dedim, ko'ray o'z yo'limga qo'yinglar, peshonamga putilganni nihoyat. Oxir bir kun o'lar odam bolasi, uzun yillar yashasimi salomat. Rasululloh menga o'lim buyuribdi, umidim bor kechurar qilib inoyat. Berdi Allah sana ro'shan Qur'onni, haq diniga qilib seni hidoyat. Ka'b ibn Zuhayr qasidani o'qib, Rasululloh düşman uchun Allohning o'tkir nurli qilichidir alomat degan yerga kelganda Peygamber Aleyhisselam onunga ustidagi to'nini kiydirib qo'ydi. Hamzani o'ltirgan Vahshiymu islom dinini qabul qilib, yaxshi musulmonlardan bo'lib qoldi. Peygamber Aleyhisselam onu qabul qildi. Peygamber Aleyhisselamga yana Abu Lahabning 2 o'g'li Utba bilan Mu'tab kelib musulmon bo'ldi. Peygamber Aleyhisselam ularning musulmon bo'lganligidan xushal bo'ldi. Suhayl ibn Amrmu yushrinib olgan edi. Onunga o'g'li Abdullah Peygamber Aleyhisselamdan omonlik qilib berdi. Peygamber Aleyhisselam: "Suhayl aqlliq va esil odam. Bundoq odam islom dinining haqiqatini bilmay qolmaydi", dedi. Suhayl buni anlab, "Allah bilan qasamki, Peygamber cho'ng kichik yaxshiliklarning hammasini qildi", dedi va u musulmon bo'ldi. 161-bob ayollarning bay'at qilishi. Peygamber Aleyhisselamga erlar bay'at qilib bo'lgandan keyin ayollar bay'at qilishga boshladi. Ayollar Allohga hech narsani shirik keltirmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zina qilmaslikka, bolalarini o'ldirmaslikka, boshqalardan bo'lgan bolani erlariga tangmaslikka, yaxshi ishlarda Peygamber Aleyhisselamga osilik qilmaslikka bay'at qilishdi. Ondan Peygamber Aleyhisselam Bilalni Ka'baning ustida azon o'qishga buyurdi. Bu Beytullahning ustida islom dinining ashkora jakarlanishga boshlanishi edi. Musulmonlar Allah bergan cho'ng ne'matga va ulug' g'alabaga shukr qilish kerak. Makka fath qilingandan keyin ular Makkada 9 kun turdi. Bu jarayonda namozni qasr qilib o'qidi. Peygamber Aleyhisselam Mekke'ye Attab ibn Usaydni vali qilib tayinlab, onunga kuniga 1 dirham maash belgiledi. Attab 1 dirhamni ko'p ko'rib, kuniga 1 dirhamga to'ymagan qo'saqni Allah to'yg'izmasin, dedi. 162-bob Uzza butining chiqib o'tilishi. Peygamber Aleyhisselam Mekke'ye daxil bo'lib 5-kuni Xolid ibn Valid boshchiligida 30 otliq askarni Uzza degan butni chiqishga avatdi. Uzza Qurayshning eng cho'ng buti bo'lib, Batin Naxla degan yerda edi.
Halid yetakchiligidagi qo'shin berib, uni chiqavetdi. 163 bab Suva botining chaqib o'tilishi. Payg'ambar alayhisalom Amr ibn Osni Suva botini chiqishga avatdi. Bu Huzayl qabilasining eng cho'ng boti bo'lib, Makkadan 3 mil yiroqlikda joylashgan edi. Amr ibn Os berib, uni chiqavetdi. 164-bab Manat botining chaqib o'tilishi. Payg'ambar alayhisalom Sa'd ibn Zayd boshchiligida 20 otliq askarni Manat degan botni chiqishga avatdi. Manat bo'lsa, Kalib Xoza'a qabilalarining boti bo'lib, Mushallal edi. Mushallal dengiz yoqasiga joylashgan bir tog' bo'lib, buningdan Qudaytga tushkili bo'ladi. Ular berib Manatni chiqavetdi. 165-bab Hunayn urushi. Makkaning fathi qilinishi va butparastlikning tugatilishidek cho'ng qalbidan keyin butun arab xalqi top-top bo'lib islom diniga kirdi. Havazin qabilasi bilan Saqib qabilasining jahiliyat davridagi takabburlik g'ayrati qo'zg'alib, cho'nglari yig'ilib maslahatlashdi. Ular Muhammad o'z qavmi bilan bo'lgan urushdan farq bo'ldi. Endi bizga hujum qiladi. U hujum qilishdan burun biz hujum qilayli degan qarorga kelishdi. Va Malik ibn Avf Nasrini o'zlariga yetakchi qilib tayinladi. Uning boshchiligida qabilalardan nurg'un odam to'plandi. Bularning ichida Rasulullohning enik onasining qavmi Bani Sa'd aymiqimi bor edi. Aql farosati va urushdagi qahramonligi bilan mashhur bo'lgan Durayt ibn Simmamu ular bilan birga chiqqan edi. Biroq u yashanib qolg'achqa fikr qatnashtirishdan boshqa ish qila olmaydi. Malik ibn Avf Nasri kishilarni, xotin bola chaqalarini va chorva mollarini birga elib chiqishga buyurdi. Durayt buning sababini so'rab edi. Malik kishilar o'z yo'llarida bola chaqa mol varallari bo'lsa, ularni qo'g'dash uchun jon tikib urush qiladi dedi. Durayt mag'lub bo'lganlarni qochishdan hech narsa to'siy olmaydi. Agar g'alaba sana yuzlansa, faqat qurolliq erlarla asqatadi. Mag'lub bo'lsang, bola chaqalaring seni ahonatga qo'yadi dedi. Malik uning maslahatini qabul qilmay, askarlarining orqasiga ayollarni saf qilib dizdi. Ularning orqasiga tugilarni, ondan kalalarni, qo'ylarni dizdi. Malik askarlarining qochmasligini ko'zlab shunday qilgan edi. Payg'ambar alayhisalom Havazin va Saqib qabilalarining urushga tayyorlanayotganligini anglab, ularga qarshi otlanish qaroriga kelib, 12 ming g'ozi bilan otlandi. Ularning 2 mingi Makkaliklar, qolganlari Madinadan kelgan sahobalar edi. Makkaliklar o'lja g'animat tamasida g'ayratga kelib, uloqliq va piyoda bo'lib chiqishdi. Hatto ayollar ham chiqqan edi. Ularning ichida mushriklardan Safvan ibn Umayya, Suhayl ibn Amr qatorliq 80 kishi bor edi. Askarlar dushman lageriga yaqinlashganda Payg'ambar alayhisalom g'ozilarni safga tizdi. Muhojirlarning alamini Ali ibn Abi Talibga, Hazraj qabilasining alamini Hubob ibn Munzirga, Avs qabilasining alamini Usayd ibn Huzayrga tutqizdi. Shuningdek, boshqa arab qabilalariga ayrim alamlarni tutqizdi. Ondan Payg'ambar alayhisalom uchisiga 2 qat savut, 5 dubulga kiyib, Xachirga minib otlandi. Musulmonlar o'zlarining ko'pligidan mag'rurlangan bo'lsa-mu, ularning ko'p bo'lishi hech narsaga asqatmadi. Musulmonlar qo'shinining oldingi qismi dushmanga yaqinlashish bilan tang, vodining jilg'i yo'llari va tor joylariga yoshiringan dushmanning bo'kturma askarlari musulmonlarga yomg'irdak o'q yog'dirdi. Buning bilan oldingi qismdagilar otlarining tizginlarini burab, orqaga qarab qochishga boshladi. Orqadagi askarlar oldidagilarning qochqanini ko'rib, hong-tong bo'lib, ularga ergashib qochqilib turdi.
Peygamber aleyhisselam Hicr'den düşmey can meydanında tevrenmey durdu. Muhacir ve ensarlardan bir türküm kişilermi can meydanında Peygamber aleyhisselam bilen bille dağıtılıp durdu. Ular Ebu Bekri, Ömer, Ali, Abbas ve onun oğlu Pezli, Ebu Süfyan ibn Haris ve onun kardeşi Rabi ibn Haris, Mut'ab ibn Ebi Leheb'ler idi. Peygamber aleyhisselamның Hicr'nin tizginini Abbas, egerini Ebu Süfyan tutup, Peygamber aleyhisselamni muhafazat kıladı. Peygamber aleyhisselam kişilerini kaçmaslıkka çakırsımı hiç kimnin kulukaga gep girmeydi. Kaçkallaga keng zemin tarlıq kıladı. Tehiçe butperestlikten kol üzmegen, yanıdan Müslüman bolgan Mekkeliklerinin bazıları bu mağlubiyetten kuşal boladı. Bazıları hapı boladı. Ebu Süfyan ibn Harib, ular dengizge barmoğucu toxtamaydı, dedi. Safvan ibn Umayye'nin karındaşı, emdi Muhammed'nin sihri berbat boldu, dedi. Safvan müşrik duruqluq onunla, ağzını yum, zuvanın tutulgay. Ezbirayı Xuda, mana Havazın kabilesinden bir adamның başlık bolğanıdan köre, Quraysh kabilesinden bir adamның başlık bolğanı tüzük, dedi. Yani Qurayshlardan bir adam ötüp ketip, hoş haber, Muhammed ve onun sahabeleri mağlup boldu. Olar mağlubiyetten hergiz qutulalmaydı, dedi. Safvan onunla gazaplanıp, "Tahi sen Bedevilerinin kalbisinden hoş haber yetkizip otamsan?" dedi. İkrime İbni Ebu Cehil o adamga, "Müslümanlarını mağlubiyetten hergiz mi qutulalmaydı demsen? İş senin ilkinde emas. Allah'ın ilkide. Bu Muhammed'nin ixtiyarida emas. O bugün mağlup bolgan bolsa, ati galba qiladi," dedi. Suheyl İbni Emir İkrime'ge, "O adamның sözüge senin karşı çıkışınga tıkı baldır," dedi. İkrime onunla, "Ey Ebu Zeyd, biz burun natoğru yolda edik. Aklımızdan adaşkan edik. Payda ziyan yetküzelmeydiğen butku çuqunattık," dedi. Qaçqallarning mağlubiyet haberi Mekke'ge yetip bardı. Peygamber aleyhisselam tehiçe öz joyida tövrenmey turup, "Men peygambermen, yalğançı emasman. Men Abdülmutallibning o'g'liman," dedi. Abbasning ovozi jarangliq edi. Peygamber aleyhisselam onunla, "Ensarlarni to'la," dedi. Abbas, "Ey ensarlar guruhi, ey Rizvan bey'etiga qatnaşqanlar," deb to'ladi. Buni vodiydagilarning hammasi angladi. Ensarlar, mana biz," deyishib tugilarining chulvirini bo'rashdi. Qochquchi kishilarning ko'pligi buningga to'sqinlik qiladi. Ensarlar savutlarini o'shnisiga tashlab qo'yib, qilich nayzlarini ilib tugilaridan tushdi-da, ovoz chiqqan tarafga yuzlandi. Shuning bilan Peygamber aleyhisselamning atrofiga nurg'un odam to'plandi. Alloh taolo Rasulullahga ve Müslümanlarga g'ayrat, shijoat bag'ishladi. Ko'zga ko'rinmaydigan askarlarini yordamga tushirdi. Müslümanlar düşmanga birdek hujum qilib, düşmanning sepini buzib tashladi. Düşmanlar bola chaqa, mol varillariga qaramay, to'g'ri kelgan tarafga qarab qochishdi. Müslümanlar ularni qo'g'lab yurib, o'ltirdi va asir oldi. Ularning xotin bola chaqalarini ve jangga qatnashgan nurg'un erlarni asir oldi. Düşmanlarning qochqonlari qochib ketdi. Bu urushda Xolid ibn Valid ig'ir yaralandi. Allah'ның Müslümanlarga qilgan iltifotini ko'rib, Mekke mushriklaridan nurg'un kishilar musulmon bo'ldi. Bu urushda mundaq bir muhim harbiy saboq qo'lga keldi. Bu qo'shin mushriklar, qirliqlar ve yangidan musulmon bo'lganlardan tarkib topgan aralashma qo'shin bo'lg'achqa, islomning g'alaba qilishi yoki mag'lub bo'lishi
bu qo'shindagi odamlar uchun baribir o'xshash edi. Shunga ular birinchi zarbaga uchrash bilanla mag'lubiyatga yuz tutdi. Allohning marhamati bo'lmagan bo'lsa, musulmonlarning ishi barbod bo'lishga tosh qolgan edi. Shuning uchun qo'shin sadoqat bilan urush qilib, dinni haqiqiy ravishda qo'g'daydigan va Allohning qattiq azobidan qo'rqib, qachishni ravo ko'rmaydigan kishilardan tarkib tepishi lozim. Ondan payg'ambar alayhissalom asirlar va g'animatlarni yig'ishga buyurdi. G'animatlar 24 mingcha tuga, 40 mingdan ortiq qo'y, 4 ming o'qiya kumush bo'lib, bularning hammasi Ji'rana degan yerga to'plandi. Hunaynda mag'lub bo'lgan mushriklar 3 guruhga bo'linib, bir guruhi Taifga qochdi, bir guruhi Naxliga qochdi, yana bir guruhi Avtasga qochib berib to'plandi. 166-bob qo'shin avatish. Payg'ambar alayhissalom Avtasga qochgan mushriklarning orqasidan Abu Amir Ash'ari boshchiligida bir turkum askar avatdi. Bular berib dushmanlarni tarmar qilib, g'animat ilib g'alaba bilan qaytib keldi. Bu jangda Abu Amir shahid bo'lib, uning o'rnida qarindoshining o'g'li Abu Musa qo'mondonlik qildi. 167-bob Toif urushi. Saqib va Havazin qabilalaridan qochgan mushriklar Taifga borib olgan edi. Payg'ambar alayhissalom Xolid ibn Validni sarkarda qilib, sahobalarni boshlab Taifga otlandi. Payg'ambar alayhissalom Avf ibn Malik Nasriyning qal'asidan o'tib ketib, sahobalarni bu qal'ani buzib tashlashga buyurdi. Saqiblik bir kishining big'ining yonidan o'tganda bog' egasining itoat qilishdan bosh tortib, boqqa mo'kib olganligi uchun uning big'iga o't qo'yib o'tildi. Musulmonlar Taifga borib, dushmanlarning bir yillik uzuq raslab qurg'onga puxta joylashib olganligini bildi-da, qurg'onga yaqin borib bir joyda o'rinlashdi. Mushriklar musulmonlarni qattiq o'qqa tutdi. Musulmonlardan nurg'un kishi yaralandi. Abdullah ibn Abu Bakr yarasi saqaymay uzunga so'zilib, oxiri u otasining xalifalik davrida qazo topdi. Abu Sufyan ibn Harbning bir ko'zi quyilib ketdi. Musulmonlardan 2 kishi yaralanib shahid bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom dushmanlarning davomli o'q etayotganligini ko'rib, Taifdagi hozirgi masjidning o'rniga chiqdi. Bu yerda Ummu Salama bilan Zaynab uchun 2 chadir tiktirdi. Muhasira 18 kun davom qildi. Bu jarayonda Xolid ibn Valid dushmanlarni maydonga tushishga chaqirdi. Uningga hech kim javob qaytarmaydi. Saqib qabilasining boshlig'i Abdu Yalil Xolidni to'lab, "Sening oldinga hech qaysimiz tushmaymiz. Qo'rg'inimizda turaveramiz. Bir qancha yillik uzuqimizni to'plab oldik. Bu uzuqlar tuguguncha muhosara qiladigan bo'lsang, shu chaqda chiqib, jon tikib, o'lguncha qilichvozlik qilamiz", dedi. Payg'ambar alayhissalomning buyrug'i bo'yicha ularga qarshi manjanib tiklandi. İstihkamni portlatish uchun bir turkum sahobalar 2 dabbabi ichiga kirdi. Dushmanlar ularga o't bilan qizitilgan to'mirlarni etib, ularni orqaga chekindirdi. Payg'ambar alayhissalom dushmanlarning tollari va xurmo daraxtlarini kesib tashlashga buyurgan edi. Musulmonlar ularni kesishga boshladi. Qo'rg'ondagilar Allah'ның ve uru tuqqanchilikning haqqi hurmati uchun kestirmasang, dedi Payg'ambar alayhissalom. Ma'qul. Allah'ның ve uru tuqqanchilikning haqqi hurmati uchun kestirmay, dedi. Ondan Payg'ambar alayhissalom qo'rg'onni tashlab tushganlarga omonlik beriladi deb jakarlatdi. Buning bilan qo'rg'ondan 10 necha kishi tushdi. Dushman qattiq qarshilik ko'rsatayotganligi uchun Payg'ambar alayhissalom davomli muhosara qilish yoki ketish to'g'risida Navfal ibn Muaviya deyliga maslahat soldi. Navfal: "Ey Rasululloh, o'g'siga kirib olgan tulkini
qamab turaversang, oxir uni tutib olasan. Agar uni tashlab ketsang, o sana hech ziyon yetkazmaydi, dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom qo'shinni qaytib ketishga buyurdi. Ba'zi sahobalar payg'ambar alayhisalomdan saqibliklarga badduo qilishni so'ragan bo'lsa-mu, payg'ambar alayhisalom ularga: "Ey Alloh, saqib xalqini hidoyat qilgin. Ular musulmon bo'lib kelsin", deb xayrlik duo qildi. Bu qism mush yerda oxirlashdi. Diqqatinglar keyingi qismda bo'lsin.